Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Navbatdagi damasimiz akamizlar Marg'ilonda Instagramdan ishlarimizni ko'rib, hurmat qilib kelibdilar. Avvalambor sizga ham katta rahmat tog'a. Xudo xolasa, moshangiz bir zavat qilib ovozini eshitasiz endi. Sizlar like bosib kuzatib turinglar. Narxlarini ham aytib o'tamiz. Tog'a, xudo xolasa, moshan yoqdimi? Yo'q, Tavsiya qilasizmi? tavsiya qilamiz. Marg'ilonliklarga bemalol tavsiya qilaverasiz. Instagramdan kuzatib, ishlaganini ishlarini kuzatib keluvdik. Mana sifatli qilib, chiroyli qilib bitkizib berdilar. Sizlar ham kelinglar. Zo'r hammasi. Rahmat Alloh rozi sizga. bo'lsin. Mana azizlar, uстановкamizni ham ko'rib turibsizlar. Kabel izolyatsiyalarini, joylashuvlarini chiroyli qilib, как zavod qilib qo'yganmiz, xudo xolasa. Ventilatorlargacha aranjmey qilib, xudo xolasa, ish sifati ham, uzoq xizmat qilishi ham mazza qilib xizmat qilib beradi. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, bu moshina o'zidan chiqqan zapchastlarni olib qo'ygan holda $450 ga установка qilib berdik. Qilgan ishlarimizni ko'rib turibsizlar sizlar. Xudo xolasa ishlarimizga like, podpiska, kommentariyalar bilan reaksiya bildirib tursangiz bo'ldi.